Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamd sana Cenab-ı Allah'a olsun. Şunaqla Peygamberimizge, ayet tavabatlarga ve bununla taki kıyamet ergeçkenlerge durut salamlar olsun. Haqiqiy şer'i züruriyet tepilmagan ahvalda insonni tug'mas qilib o'tish harom qilingan ishlar qatoridan bo'lib, bu amaliyotda islom shariati asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan naslini qo'g'dash maqsadini bekor qilishdan iboratdir. Tug'mas qilib o'tishga ruxsat qiladigan haqiqiy zururiyat deganimiz homildor bo'lgan ahvolda onaning hayoti xavfga uchraydigan yoki biror a'zosi kardan chiqadigan va yoki homilaga ig'ir kasalliklar yuqib qoladigan ahvollarni ko'rsatadi. Agar ayol kishidagi vaqtli kasallik yoki badan ojizlik va yoki homildor bo'lsa ziyonga uchrash, hatto tug'ishga bardosh berolmaslik yoki homildorlikning oldini oladigan boshqa sabablar ziyon qiladigan bo'lish yoki har yilda bir qatim operatsiya qilinishdan keladigan qiyin xatar, ansirash va imayotgan bolasining ziyonga uchrashi qatorliq sabablar bo'lsa, vaqtliq tug'may chora qilishga islom ruxsat qiladi. Qo'rsoq ko'tarishni vaqtliq kechiktirishga berilgan bu ruxsat hadislarda ruxsat qilingan azli qilishni asos qilgan. Jabir radhiyallohu anhu mundaq degan: Biz Qur'on tushayotgan chog'larda azli qilatdik. Muslimning bir rivoyatida Jabir radhiyallohu anhu mundaq degan: Bu ishimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetgan bo'lsa-mu, bizni to'simagan. Azli qilish deganlik ayolining homildor bo'lib qolishidan ehtiyot qilib, ma'nini sadqa chiqarishdan iborat. Hadisshunoslarning nazaridagi to'g'ri qarashda sahoba kiramlarning biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida mundaq qilatdik degandek iboralari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi darajasining hukmida bo'ladi. Muslimning bir rivoyatida Jabir radhiyallohu anhuning bu ishimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yetgan bo'lsin, bizni to'simagan degan so'zi bilan bu texmi ta'kidlanib ketgan bo'ldi. Mazkur hadis azli qilishning joizligini ko'rsatadi. Buningga olimlar asosan ittifoq. Hozir homildorlikning oldini oladigan chaploq, tabletka, qopchoq, uzuk qatorliq vositalar va kun tanlab jimo qilish mushu azli qilishga o'xshab ketadi. Uzuk odatda mis yoki tutga o'xshash metallardan yasaladigan bo'lib, balayotquda bu uzukka nisbatan immunitet paydo bo'lib, balayotqudagi suyuqlikning tabiatini o'zgartirib o'tadi. Natijada urug'langan tuxum balayotquda muqimlasholmaydi. Demak, bu urug'langan tuxumni balayotquga joylashishdan to'sib olish, homilani tushirishdan homilani tushiritish hisoblanmaydi. Chunki homila tushiritish degan urug'lanib bo'lgan tuxumni yoki homilani tushirishni ko'z tutadi. Uzukning yana bir turi hormonliq uzuk bo'lib, bu uzukka odatda hormon qachilangan bo'ladi. Ayol kishi buni 3 haftaga selib qo'ysa, urug' ishlab chiqarishni to'sab qo'ydi. Yoki urug'langan yoki texi muqimlashmagan urug'ning balayotquda homilaga aylanishini to'sib qoladi. Yoki balayotquning kirish og'zidan ma'nini o'tkazmaydigan qilib qo'ydi. Zayd ibn Vahib rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: Rost so'zlikchi ham rost so'z yetkazilguchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga mundaq so'zlab bergan: Har biringlar onasining balayotqusida 40 kun jamlanadi. Ondan yana shunchalik kunda uyilqan bo'ladi. Ondan yana shunchalik kunda bir tishlam go'sht bo'ladi. Ondan Alloh bir farishtani avatidi. U 4 narsani tutishga buyuriladi. Ya'ni uning amali, rizqi, ajli va baxtlik yoki baxtsizligi. Ondan uningga ruh bo'linadi. Shunga sizlardan bir kishi ahli jannatning amalini qilib, jannatga kirishga faqat bir gazli qolganda, ayni chaqda putuk g'olib kelib qilib, ahli dozoqning amalini qilib, dozoqqa kiradi. Bir kishi ahli dozoqning amalini qilib kelib o'tib, dozoqqa kirishga faqat bir gazli qolganda, ayni chaqda putuk g'olib kelib, ahli jannatning amalini qilib, jannatga kiradi. Tuxum urug'langandan keyin balayotquda muqimlashib, ondan
hamile holatiga kiradi. Kuchli qarashda bu hamile bir necha kunlik bo'lsa-mu, shiritish harom bo'ladi. Hozirgi zaman olimlari asosan biror tutumliq sababdan ehtiyoj topilganda tan salomatlikka ig'ir ziyni bo'lmagan ahvolda erning ma'qulligi bilan uzuk soldirish joiz, bo'lmasa joiz bo'lmaydi deb qaraydi. Chunki uzuk soldirishda avratga qarash va tutishga o'xshash ishlar bo'ladi. Buning ustiga uzuk hayzni qalaymqonlashtirib, tahorat, namoz va ro'za qatorliq ibodatlarni ado qilishga ta'sir ko'rsatadi. Uzuk soldirib bo'lgandan keyin hayz odatlangan kunlardan olqib to'xtamay kelavergan ahvolda 15 kundan oshgacha hayz deb qaraymiz. Odatdan oshgan ahvolda xun rangi bilan turqi odatdagi hayz xunidan alohida farqlansa, odatdan oshgan kunlar 15 kunga yetmasa-mu, hayz bo'lmay istihoza hisoblanib, har bir farz namozga yangi tahorat ilib namoz o'qiyveradi. Hayz qanidek kelib 15 kundan eshib ketgandimi, shundoq qiladi. Hayz kunlari o'tib, hayzdan pok bo'lgandan keyin kelgan sarg'uch yoki qizg'uch suyuqliklar hayz hisoblanmaydi. Ehtiyoj topilganda uzuk soldirish joiz bo'lg'achqa, uzuk soldirgan holatda o'lib ketib qolsa, hech gap bo'lmaydi. Chunki inson ruxsat qilingan ishning hisobini bermaydi. Lekin bu yerda eskartib qo'ydiganim shuki, Alloh taolo yaratishni bitgan insonlar bo'ladi ekan, bizlar har qancha to'sqinlik qilib boqsaqmi, u baribir yaratiladi. Shunga uzuk soldirgandimi, uzukning ustidan qo'rsoq ko'tarib qolgan ahvollarmi ko'p uchraydi. Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhu bunday degan: azli qilish masalasini o'ylanib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aramizda tursa, uningdan so'rab boqmayli azli qilamdiq deb Rasulullohdan bu to'g'riliq so'ragan edik. Rasululloh bundoq qilib yurmasanglarmi bo'ladi. Chunki taqdirda qiyomatga qadar vujudga chiqmoqchi bo'lgan insonlar bo'ladi ekan, u hamon vujudga chiqadi dedi. Vallohu alam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh